Bizlar sizlarga cho'nglarmi, kichiklarmi eng yoqtirib yeydigan qo'noq pechenning darsini olib keldim. Buning ketadigan materiallar bo'lsa, shakardan 700 gram, anakin sodadan 20 gram, podafindan 10 gram. Shu 3 materialni boshda aralashtirib, quruq aralashtiryapmiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin uning keyindan biz buning ustiga, shu ustiga lamjimi, das qilam. Seriq maydan 50 gram, hasaldan 200 gram. Andan tuxumdan 3 dal. Şu materiallarni qo'yamiz. Anadan keyin shu 3 materialni qo'yib, qo'limiz bilan tizmijib aralashtirib, xamir yo'g'irib, aralashtirib qilib bo'lgan yoqi shunday holat kelgan vaqtda, anadan keyin biz chuchitilgan sumaydan 750 gram, anadan keyin sutdan 750 gram. Shu ikki materialni qo'yib, toza to'liq aralashtiramiz. Astidagi shakarlarni, tuxumlarni, sarmaylarni degandek hamma narsani to'liq aralashtirib, masalan, umash holatga akib olgandan keyin uning keyinda ayrim bir dasqa biz qo'noq undan taxminan 1,5 kilo atrofda, anadan keyin odat kundan 1 kilo atrofida qo'yib, shu materialni bayam tayyorlab olgan suyuqlikning ustiga qo'yib, mishada cho'qim ben bilan aralashtiramiz. Cuma qo'linglar bilan mijib tozashi xamirning suyini chiqarib olsanglar bo'lmaydi. Cho'qim astini ustiga o'rib, masalan, avaylab turib xamir yo'g'irsizlar. Hargiz mijisanglar bo'lmaydi. Xamirni va qo'lni tiqib, o'n barmoqni tiqib mijib suyini chiqarib olsanglar bo'lmaydi. Cho'qim mishada shunga diqqat qilishinglar kerak. Mana sapsariq holatdagi bir xil shu qo'noq pechining xamiri yumshoq bo'lgan, cho'rakligi intan yuqori bo'lgan bir xamir hosil bo'ldi. Biz buni anadan ambelning ustiga un so'lyo yepib yaymiz, xamirni ustiga anadagi lislaga elib, mana o'zinglar xohlagan shaklga qiliblarga bostirib olsanglar bo'ldi. Biz mana xil shaklga qilibni oldik, qilibga bostirib oldik, ustiga tuxumning seriqini surtib, anadagi ustiga sepadigan meg'izlaringlarni o'zinglar xohlagan shakldagi, masalan biz shilg'an yong'oq meg'izi ishlatdik. Biz shilg'an yong'oq meg'izi ishlatib qildik. Shilg'an örük meg'izi olsun bo'ldi, xasın meg'izi olsun bo'ldi, badam meg'izi olsun bo'ldi, gazir meg'izi olsun bo'ldi. Hatta uvaq xasın uvaqlari bo'lsin bo'ldi degandek ish qilib xohlagan shakldagi o'zinglar shu cho'nglar iste'mol qila oladigan holatdagi shundaq meg'iz turlarini ishlasanglar bo'ldi degan gap. Tuxumni 2 qatim surtishga cho'qim ahamiyat beringlar. 2 qatim surtmay keyin mendan ustamnikiga o'xshamadi mening, to'g'ri demabdi o'lchamni deb menda desanglar bo'lmaydi. Mana duxovkaga selib, astini 180, ustini 200 gradusda mesela sarg'aytib pishirib olamiz. Agar o'zinglar mesela qo'noq pechenlarini yeginglar bo'lsa yoki cho'nglaringlarga yoki do'konlaringlarda hissari qimmat yaratay desanglar, sinab baqsanglar bo'ldi. Xayr xo'sh.